hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Tövəndə bu həftədən bu yan Uyğurlar münasibətli yüz bergen bəzi mühim hadisələrini sizlərə qaytadan əsirtib etməkçimiz. Qani diqqətinizlər həftəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı olsun. Müstəbid Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistan təsis qılğan cəza lagerlərinin mahiyyətini və Xitayның Şərq Türkistan Uyğurlarını asas qılğan yerlik xalqlar görgüzətqan irqi qırğınçılığı və insaniyyət qarşı cinayətlərini dünyaya paş qilishda mühim rol oynagan Qazaq lager şahidimiz Sayragül Saudbay xanım Nürnberg kişilik hüquq mükafatını 15 may yakshanba kuni Nürnberg teatrida o'tkazilgan ko'rkamlik bir murosimda Nürnberg shahar boshlig'i Markus König efendimning qo'lidan topshirib oldi. Murosimda Germaniyaning tunilgan donglik artisti Laudatio Iris Berbin xonimning sahnaga chiqib Sayragül Saudbay xonimga gul taqdim qilishi Germaniya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. 15 ming yevro qiymatidagi Nürnberg kishilik huquq mukofoti Germaniyaning eng nopuzli kishilik huquq mukofotlarining biri bo'lib, 1995-yildan buyon har 2 yilda bir qatim tarqatilib kelingan mazkur mukofot 2021-yilda lager shohidimiz Sayragül Saudbayga loyiq ko'rilgan. Ammo korona vabosi sababidan mukofot tarqatish murosimi bu yil kechiktirilgan edi. Germaniyadagi har sahozatlar qatnashgan mazkur murosimda Sayragül Saudbayning yo'ldoshi va 2 farzandimi birga bo'ldi. Dünya Uyğur Qurultayının bayonotchisi və Qurultay Berlin işxanasının direktori G'ayur Qurban, Qurultayning program yetakchisi Eva xonim və Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon Apandi qatorliqlarni mukofot tarqatish murosimiga qatnashib, Sayragül Saudbay xonimning shodligiga o'rtoq bo'ldi. Nürnberg kishilik huquq mukofotini baholash hay'ati 2021-yili 15 ming yevroluq mazkur mukofotni Sayragül Saudbayga berishni qaror qilgandan keyin Xitoy hukumatı buningga qattiq norozilik bildirgan va Nürnberg shahri bilan Xitoyning Shenzhen shahri o'rtasida tuzilgan qarindosh shaharlik anglashmasini bekor qilganligini jakarlagan edi. Bu qitimqi mukofot tarqatish murosimi jarayonida G'ayur Qurban va Eva xonim Qurultay nomida murosim o'tkazilgan teatrxonaning oldida tashviqot munbiri qurib, Xitoyning Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida tashviqot faoliyati olib bordi. Dünya Uyğur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Cesur lager şahidimiz Sayragül Saudbay xonimning Nürnberg kishilik huquq mukofotiga erishganligidan cheksiz xushallik tushunganligini va iftixorlanganligini ifoda qilish bilan birga, Sayragül Saudbay xonimning Xitoyning shuncha qattiq tahdid va besimlarga bo'yin egmasligini, Xitoy zulmini xalqaro jamoatchilik fosh qilishni izchil holda davomlashtirib kelganligini, uning haqiqiy bir erkinlik qahramoni ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Dünya Uyğur Qurultayının sahibxonligi va har qaysi ellardagi qarindosh tashkilotlarimizning hamkorligida bu yil 5-oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning München shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy kengashining tunji kunida Uyghur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice, muavin raisi Nick Wedge, Markaziy Angliyadagi Uyghur haqlarini qo'g'dash advokatlik jamiyatining qurg'uvchisi Michael Pollack, Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Ralf Buncha qatorliq xalqaro tanilgan dongli qonunshunoslar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday to'sib qala olamiz degan temani cho'ridigan asosda har qaysi ellardan kelgan vakillarimizning savollariga javob berdi. Bu navbatlik Milliy kengashning ochilish murosimi qatnashadiganlar orasida yana Chexiya kengash palatasining muavin raisi Xiri Oberfalzer, Fransiya parlament a'zosi Frederik Duma, Amerikaning Germaniyadagi bosh elchisi Amy Goodman, Irlandiyaning sobiq adliya ministri va senatori Michael McDowell, Polshaning sobiq tashqi ishlar ministri va Yevropa parlamentining a'zosi Anna Fotiga, Yevropa parlamentining muavin raisi Heidi Hautala, Yevropa parlamentining a'zosi Engin Erolu, Amerika parlamentining a'zosi Yong Kim, Germaniya parlamentining a'zosi Frank Schwabe qatorliq siyosiy arboblar bor. Ularning bir qismi yig'inga bevosita, yana bir qism bo'lsa tor orqali qatnashib, o'zlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish haqidagi qarashlarini o'ttirib qo'ydi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy kengashi tayyorlik komitetining stansimizga bildirishicha, hozir qadar 20 dan ortiq davlat faoliyat olib berayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari, Uyg'ur tadqiqotchi va olimlar, diniy ulamolar, tonlagan jamoat arboblari va har soha zotlardan bo'lib jami 200 nafardan ortiq vakil o'zlarining Germaniyaning München shahrida chaqirilgan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy kengashiga bevosita kelib qatnashadiganligini bildirgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlar qarta rayimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun umumyuzlik harakatga o'tish asos nishon qilingan va 3 kun davom qiladigan yig'in jarayonida 30 nafarga yaqin Uyg'ur tadqiqotchimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz milliy davoyimiz navbatda duch kelgan jiddiy masalalar haqida o'xshamagan temalarda doklad taqdim qiladi. Yig'in qatnashgan tashkilot rahbarlari bilan yumloq ustida suhbat o'tkazilib, Uyg'ur tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik va ish taqsimoti haqida muzokara olib berildi. Shundaqla har kunlik yig'in oxirida vakillarimizning davoyimizga munosabatli taklif fikrlari anglab o'tildi.
14 may kuni Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoq jamiyati shoir Lutfullo Mutallib tug'ilganligining 100 yilligiga bag'ishlab jumhuriyatlik cho'ng mashrab uyushtirdi. Mashrab Bishkek shahridagi Avad choyxonasida o'tkazildi. İttifaq cemiyetining raisi Asqar Qosimiy apandimning ichilish nutqi bilan boshlagan mazkur mashrab poytaxt Bishkek shahri va har qaysi viloyat noyalaridan kelgan Uyg'ur jamoat vakillaridan bo'lib 300 dan oshiq kishi qatnashdi. Mashrab Uyg'ur xalqining an'anaviy kollektiv ko'ngil ichish so'rini va madaniyat so'rinidir. Odatda Uyg'urlar mashrabdan iborat ommaviy so'rin orqali yosh avlodlarni ruhiy va axloqiy jihatdan tarbiyalaydi. Ularga jamoat qoida usullarini o'rgatadi. Mashrab, ya'ni milliy an'analarni saqlash va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. London Universitetining professori Rachel Harris xonim Yer shari ovozi qanlig'i bergan bayonotida mashrabning Uyg'ur tili, adabiyoti, milliy kimligi, madaniyat boyligi va ijtimoiy turmushni rivojlantirishda intayin muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan edi. Qirg'iziston Uyg'urlari yillardan buyon mashrabning mazmunini tixim betish uchun uning Uyg'ur xalqining tarixi, adabiyoti, san'ati va madaniyatiga oid voqealarga bog'lab o'tkazmoqda. Bu qitimqi mashrab bo'lsa shoir Lutfullo Mutallib tug'ilganligining 100 yilligiga bag'ishlandi. Mazkur mashrab yana Yevropadan kelgan tadqiqotchi Roni Stenberg apandimi qatnashdi. Roni Stenberg apandi mashrab qilgan so'zda o'zining Sharq Turkiston bo'lgan vaqtlarda cho'ng ko'lamli mashrablarning cheklanganligini tilga oldi. U bugungi kunda Uyg'ur mashrablarning Xitoy hukumati tomonidan umumyuzlik cheklanganligidan to'liq afsuslanganligini bildirdi. Lutfullo Mutallib 1922 yil dunyoga kelgan. 1932 yildan 1936 yilgacha G'ulji shahrida Tatar boshlang'ich maktabida, 1936 yildan 1939 yilgacha G'uljidagi Rus gimnaziyasida, 1939 yildan 1942 yilgacha Urumchidagi Sobiq Shinjon institutida o'qigan. Institutni tamomlagandan keyin Urumchida chiqadigan Shinjon gazetining Uyg'ur bo'limida ishlagan. 1943 yil Lutfullo Mutallib militarist Jallod Shingsay tomonidan Aqsu shahriga surgun qilingan. 1944 yil sentabrda Nilqinoyisda milliy inqilob portlab, shu yil 12 noyabr kuni G'ulji shahrida Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan. Bu xabarni anglagan Lutfullo Mutallib Aqsuda o'ziga o'xshash vatanparvar yoshlarni uyushtirib, Sharq Turkiston Ushqunlar ittifoqi nomli maxfiy tashkilotni qurgan. Afsuski, xoinlarning sotqinligi tufayli mazkur tashkilotning barliq a'zolari Gomindan askarlari tomonidan tutqun qilingan. Lutfullo Mutallib boshliq tashkilotning barliq a'zolari 1945 yil 18 sentabr kuni Aqsu shahrida Gomindanchilar tomonidan shahid qilingan. Lutfullo Mutallib aran 23 yil yashagan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur xalqiga nurg'un adabiy meroslarni qoldirib ketdi. U shoir, dramaturg, yozuvchi, jurnalist, publisist, adabiyotshunos bo'lish bilan birga yana artist va rejissyor edi. Uning asarlari keyincha qozoq, qirg'iz, tatar, xitoy, rus va boshqa tillarga tarjima qilingan. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa ve Qurultayının bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay boshchiligidagi Qurultay hay'ati 18 may boshlagan 3 kunlik Shvetsiya ziyoratini muvaffaqiyatli oyoqlashtirdi. Dolqun Aysa boshchiligidagi hay'at ziyorat jarayonida Shvetsiya parlamentining bir qism a'zolari, Shvetsiya tashqi ishlar ministrligining mas'ul xodimlari va ba'zi siyosiy partiyalarning mas'ullari bilan, shundaqla xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan keng doirada uchrashuv olib bordi. Qurultay raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi mazkur hay'atning bu qitimqi Shvetsiya ziyoratining asosiy maqsadi bo'lsa, Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyat qarorini Shvetsiya hukumatiga e'tirof qildirish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentining e'tirof qilishini qo'lga keltirish, Shvetsiya hukumatidan Uyg'ur majburiy emgak chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklashni talab qilishdan iborat bo'lib, BDT kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bacheletning oldimizda ilib bormoqchi bo'lgan Sharq Turkiston ziyorati va BDT tarafidan o'tgan yil hozirlangan Uyg'ur kishilik huquq umumiy doklatining e'lon qilinishining tag hozirgacha kechiktirilishi qatorliqlarmi bu qitimqi ziyoratning muhim temasi bo'ldi. Undan boshqa Dolqun Aysa apandim yana Shvetsiyada yashayotgan bir qism Uyg'ur jamoati bilan suhbat olib berib, ularning qurultay va milliy da'voyimizga munosabatli turli savollarga javob berdi. Dolqun Aysa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Yevropadagi boshqa davlatlarga qaraganda Uyg'urlarni yaxshiroq biladigan Shvetsiyaliklarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'ntish orqali Shvetsiya parlamentida Uyg'urlar munosabat qarorlarini olg'izish va ilgirki yillarda qurilgan Shvetsiya parlamentiga Uyg'ur do'stlik guruhini qaytadan jonlantirish va uni jiddiy harakatga o'tkazishning bu qator faoliyatlarining asosiy maqsadlaridan biri bo'lganligini eskartib o'tdi. Undan burunmu Dolqun Aysa apandim yuqorqi maqsaddan Norvegiya, Finlandiya va Daniya qatorliq Shimoliy Yevropa davlatlarini ziyorat qilib bir qator muhim uchrashuvlar bo'lgan edi. Bu qitimqi Shvetsiya ziyorati Dolqun Aysa apandimning Shimoliy Yevropa davlatlari qilgan xizmat ziyoratining oxirgi bekiti bo'lib hisoblanadi. Dünya Uyghur Qurultayı muhojirat Uyg'ur adabiyoti uchun to'hfa qo'shgan bir qism shaxslar va uyushmalarga medal taqdim qildi. Bu munosabat bilan yaqinda Turkiya poytaxti Anqarada maxsus marosim o'tkazilib, Yevrosiyo Yozuvchilar birligining raisi doktor Yoqub Ömer o'g'liga shukron medali berildi va to'n kiydirildi.
Murasimda Yevrasiya Yazgıçılar Birligi tarafidan nashr qilingan Uyg'ur shoiri Mutallib Saydullaning Soğuk Qirg'oq nomli she'rlar to'plami tanishtirildi. Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandining tashabbusi bilan Istanbulda faoliyat olib berayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfisi uyushtirgan mazkur yig'inga Yevrasiya Yazgıçılar Birligining raisi doktor Yoqub Ömer o'g'li boshchiligidagi yozuvchilar, shoirlar, universitetlarda Uyg'ur tili va adabiyot tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan mutaxassislar, Uyg'ur tili bo'yicha doktorlik va magistrlik o'qiyotgan o'quvchilar hamda Uyg'ur ziyolilardan bo'lib 60 atrofida kishi qatnashdi. Yevrasiya Yazgıçılar Birligi 2006-yili Turkiya poytaxti Anqarada qurilgan bo'lib, O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari, Rossiya Federatsiyasi va har qaysi davlatlardagi turkiy millatlardan bo'lgan yozuvchi va shoirlar a'zo bo'lgan tashkilotdir. Yevrasiya Yazgıçılar Birligining boshqarishi ostida Bangin nashriyati bilan Qarindosh qalamlar nomidagi jurnal bor bo'lib, ular turkiy millatlardan bo'lgan yozuvchi va shoirlarning asarlarini tanlab turkchaga tarjima qildirib nashr qilmoqda. Dünya Uyg'ur Qurultayi nomida o'tkazilgan bu qitimqi medal tarqatish yig'inida oldi bilan Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfisining raisi Abdurashid Abdulhamid apandi Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandining salomini yetkazgandan keyin Yevrasiya Yazgıçılar Birligining Uyg'ur adabiyoti uchun qilgan xizmatlari to'g'risida ma'lumot berib o'tdi. U mundaq dedi: Xitoy hukumati Uyg'ur tilidagi milliy ma'rifni cheklab, Uyg'ur yozuvchi, shoirlarni lager va turmalarga tashlayotgan bugungi kunda Uyg'ur adabiyotining Turkiyada tonilishda zo'r to'kbilan qo'shgan doktor Yoqub Ömer o'g'liga rahmat aytish uchun bu marosimni o'tkazyapmiz. Yevrasiya Yazgıçılar Birligi bugungacha Qozog'istonlik Uyg'ur yozuvchi Ahmadjon Ashirining Idiqot nomli tarixiy romanini, tonilgan yozuvchi marhum Xivir To'mirning Baldur O'yg'ongan odam nomli tarixiy romanini, marhum yozuvchi Zordun Sabirning Anyurt nomli romanini turk tiliga tarjima qildirib nashr qildirdi. Bulardan sirt Norvegiyada turayotgan Uyg'ur shoiri Mutallib Saydullaning she'rlar to'plamini turk tilida nashr qildirdi. Uningdan boshqa yana Uyg'ur shoiri Abduxoliq Uyg'ur bilan Abdurahim O'tkirning hayot tonishtirilgan hujjatli film ishlab tarqatdi. Yevrasiya Yazgıçılar Birligi qurilgan kundan tortib har yili xalqaro Mahmud Qashqari hikoya yozish musobaqasi o'tkazib, Uyg'ur elining tonilishiga zo'r to'hfa qo'shmoqda. Bulardan sirt Yevrasiya Yazgıçılar uyushmasi nashr qilayotgan Tuqqan qalamlar nomli tor jurnalda Uyg'ur adabiyoti to'g'risida nurg'un tadqiqot maqolasi e'lon qilindi. Biz Dünya Uyg'ur Qurultayi vaqfisi bo'lish sifatimiz bilan ularning qilgan bu xizmatlarga rahmat aytamiz. Murosimning kun tartibi bo'yicha medal taqdim qilinib, xon va do'ppi kiydirilgan Yoqub Ömer o'g'li o'zining minnatdorligini bildirib so'z qildi. U so'zda Dünya Uyg'ur Qurultayining xalqaroda Uyg'urlarda vakillik qilayotgan eng muhim tashkilot ekanligini, Qurultay raisi Dolqin Isa apandining 1995-yildan tortib taniydiganligini, bundan keyin Yevrasiya Yazgıçılar Birligining Uyg'ur adabiyotining Turkiya va O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlarida texmi ko'p to'ntilish uchun to'kib qo'shiq tirishadiganligini ta'kidladi. U so'zni mundaq davomlashtirdi: Yevrasiya Yazgıçılar Birligiga rahmat aytish uchun bu faoliyatni uyushtirganligingizga ko'p rahmat. Biz Uyg'urlar uchun, Uyg'ur adabiyoti uchun texmi ko'p xizmatlarni qilishni orzu qilamiz. Lekin imkoniyatimiz toz yor bermedi. Shundaq bo'lsa-mu, biz 16 yildan buyon Uyg'ur adabiyotini Turkiyada tonitish uchun tirishib keldik. Bundan keyin biz Uyg'ur adabiyotini turk dunyosida, bo'libmi Turkiyada tonitish uchun texmi ko'p adabiy asarlarni nashr qildirishni o'ylashyapmiz. Uyg'ur shoir va yozuvchilarning biz bilan yana hamkorlashishini umid qilamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga haftalik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimli programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.